Menstruatsiya paytida Xitoydan impulsivniy покупкаларni ko'ramiz. 15 ta narsa kelibdi. Keyingi hafta yana 7 tasi kelar ekan. Kapchka. Bu sifati yaxshi, narxi juda arzon edi. Kattaroq bo'lsin deb 40-razmer olgandim. Kichkina keldi. Pijama 2XL olgandim, ishtoni kichkina keldi. Bu yerda kilosi o'zidan qimmat bo'lgan qanaqadir konteyner. Naturalniy kipriklar. Bunaqa qaranglar. TikTokda mashhur bo'lib ketgan tonalka test ko'ramiz. Bunisi esa Xitoydan emas, Sephoradan. Sartarosh menga maslahat beradigan uxot. Bu soch strukturasini tiklash uchun, bu termozashita sifatida. Bijuteriya. Shunga pul sarflaganimga o'ylayman. Next. Kipriklar ahvolida. Keyingisi kichkina bu, kichkina menga. 2XL olgandim. 2XL. Xirt anu internetdagi ожидание realность bo'libdi-da. Tak, yana bitta kiyim. Bizga bitta deydi bormi-yu? Men bu sviterni qarang, hozir ko'rsatdim. Siz buni просто нормальный sviter deyishingiz mumkin, lekin bu sviter men bo'lishi kerak edi. Yo, men bu xitoyliklar uchun filmmanmi? Okey, bunisi нормальный. Okey, bunisi yomon emas. O'zini $1 oqladi. Rasmda chiroyli edi, klinos. Hissa menstruatsiya paytida kitayskiy marketplace'larga kirib o'tirmaymiz.